Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan, O'zbekistonning barcha viloyatidan bizani ko'rib turganlarga, musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor. Hammaga assalomu alaykum deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Avvalo ikki qo'shaloq bayram bilan hammani muborakbod etaman. Ro'za-i Ramazon hayit ayyominglar va Navro'zi olam, Navruz muborak bo'lsin deb bugungi ko'rsatuvimizni bayramona qilib olib borishga harakat qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda Tracker, Onyx, Labo, Damas, Cobitlar haqida ipidan ignasigacha tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib borsanglar, hamma to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Birinchi bo'lib Onyx mashinasidan boshlaymiz. Onyxning hamma pozitsiyasi nalichida tayyor. Ertalab kelganlar obeddan keyin haydab ketishadi. Ya'ni-da prostoy variantidan boshlaymiz. Mexanika korobkasi. Onyx'imizni eng prostoy mexanika pozitsiyamizni davlat bahosi 176 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Buni 30% ni to'laganlarga, ya'ni rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xohlagan ranginglarda boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida 58 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. Ya'ni 3 yil 36 oy davomida oylik to'lovi 3 million 440 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Endi Onyx'ni super pozitsiyasi bo'ladi, ya'ni-da mexanika korobkamizni super pozitsiyasi bo'ladi. Unda nimalari bo'ladi? Ya'ni ikkita oldi o'rindiqida sidenka podogreplari bo'ladi. Buni magnitofoni, monitori kattaroq bo'ladi. Ya'ni orqasida zadniy kameralari bo'ladi. Ko'pchilik aka-ukalarimiz, Qashqadaryolik, Surxondaryolik aka-ukalarimiz o'sha Onyx mexanikamizni super pozitsiyasini olishyapti. Uni davlat bahosi 184 million 750 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham 30% ni to'laganlarga, ya'ni rassrochkaga 0% bilan xarid qilishingiz mumkin. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishingiz bilan boshlang'ich to'lovga 61 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 3 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Endi Onyx'imizni avtomat korobkalariga o'tamiz, ya'ni-da LTZ pozitsiyasi bo'ladi. LTZ pozitsiyasini avtomat korobka bo'ladi, faqatgina uni lyuki bo'lmaydi o'rtoqlar. Uni davlat bahosi 199 million 899 ming so'mni tashkil qiladi. Hamma xarajatlari ichida sug'urta haydab ketishingiz bilan boshlang'ich to'lovga 66 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida rassrochkaga, ya'ni-da 0% bilan 3 million 880 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Endi Onyx'imizni Premier Plus pozitsiyasini aytib o'taman. Ya'ni-da ko'rib turganingizlar Onyx Premier Plus pozitsiyasi. Buni davlat bahosi 221 million 640 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham hamma xarajatlar ichida haydab ketishingiz bilan boshlang'ich to'lovga 73 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida rassrochkaga 0% bilan 4 million 300 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Endi Onyx'imizni eng full pozitsiyasi, ya'ni-da Redline pozitsiyasini aytib o'taman. Ya'ni-da uni diskalari qora bo'ladi. Uni davlat bahosi 230 million 624 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham 30% ni to'laganlarga rassrochkaga 0% bilan xarid qilishingiz mumkin. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishingiz bilan 76 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 480 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Endi Trackerlar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Hamma pozitsiyasini. Faqatgina Trackerlarda LS pozitsiyasi hozir nalichida yo'q, ozgina noyobroq bo'lib qolgan. Shunda ham bizga murojaat qilib tursanglar, betdan chiqib qolsa qilib beramiz. Xohlaganlarga oq, xohlaganlarga qora rangi. Hozir Tracker LS pozitsiyasini davlat bahosi 220 million 951 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham 30% ni to'laganlarga rassrochkaga, ya'ni-da 0% bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishingiz bilan boshlang'ich to'lovga 72 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 30 oy, ya'ni-da Trackerga e'tibor berasizlar, 30 oy davomida rassrochkaga 0% bilan beradi. Oylik to'lovi 30 oy davomida 5 million 150 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Endi Tracker LTZ pozitsiyasini aytib o'taman. Ya'ni-da Trackerlarda LS va LTZ pozitsiyalarida ularni lyuklari bo'lmaydi. LTZ pozitsiyasini davlat bahosi 244 million 108 ming so'mni tashkil qiladi. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishingiz bilan boshlang'ich to'lovga 79 million 500 ming so'm kerak bo'ladi.
oylik to'lovi 30 oy davomida 5 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi Trekkerimizni Premier Plus pozitsiyasini aytib o'taman. Hozir mana bu ko'rib turganinglar Trekker Premier Plus, ya'nida full pozitsiyada. Buni panorama lyuklari bo'ladi, ya'nida full pozitsiyada bo'ladi. Buni davlat bahosi 272 million 656 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham rassrochkaga 30 oy davomida 0% bilan xarid qilishinglar mumkin. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 88 million so'm kerak bo'ladi. 30 oy davomida 6 million 360 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi Trekkerimizning eng full pozitsiyasi, ya'nida Redline pozitsiyasiga o'tamiz. Redline pozitsiyasini davlat bahosi 282 million 474 ming so'mni tashkil qiladi. Uni ham haydab ketishinglar bilan hamma xarajatlar ichida boshlang'ich to'lovga 92 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 30 oy davomida rassrochkaga 0% bilan 6 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, Trekkerimizning faqatgina LS pozitsiyasi ozgina tortilib qolgan. Shunda ham bizdan telefon qilib xabar olib tursanglar, etbetdan chiqib qolsa LS pozitsiyasini qilib beramiz. Qolgan pozitsiyalar LTZ, Premier, Redline xohlagan ranginglarda qilib beramiz. Ertalab kelganlar, obeddan kelgan haydab ketishadi. Endi Cobaltlar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'nida bizani videomizni shu joyiga kelganligiga, shu joyigacha ko'rib kelganligiga avvalambor rahmat demoqchiman. Bizani qo'llab-quvvatlab, like bosib turganlarga ham hammaga rahmat. Bu like nimaga kerak? Faqatgina shu videomiz keng ommaga tarqalish uchun. Sizlarga o'xshagan yurtdoshlarimizni to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun shu sizlarni bitta dona laykinglar kerak bo'ladi. Bizani ko'rib turganlar, bizani kuzatib borayotganlar bilishadi. Boshqa blogerlarga reklama qildirmaymiz. Mart bo'lib hech qaysi bloger bizga chiqqani yo'q shu paytgacha. Faqatgina biz o'zimizning kanalimizda reklama qilib boryapmiz. Sizlarga to'liq ma'lumotlarni aytib boryapmiz, qadrli yurtdoshlar. Biz ma'lumotimizga chemodanlar qilib, zinacho'klar qilib, blogerlarni pulga chaqirib reklama qilmayapmiz. O'shaning uchun sizlardan ozgina podдержка kerak bo'ladi. Bizani qo'llab-quvvatlab, shu laykinglarni bosib, yaxshi fikringlarni bildirib turgan aka-ukalarimiz bor. Hammaga shu fursatdan rahmat deb qo'ymoqchiman. Hamma omad tilab, yaxshi kommentariyalar yozayotgan aka-ukalarimizga hammaga kattakon rahmat deb qolaman. Endi Cobaltlar haqida ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'nida birinchi bo'lib Cobalt Style MCM haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Buni davlat bahosi 156 million 100 ming so'mni tashkil qiladi. Keling, bitta ko'rsatib o'taylik. Ko'pchilik style desam, ko'pchilik o'shani eski staylni nazarda tutyapti. Shuning uchun hamma videoda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Va bu yangi 26 ga 26 Cobalt Style MCM. Ko'rishingiz mumkin. Buni monitorlari bor, tablolar o'zgargan, rullarda multimediyalari bor, sidenka podogreflari bor. Faqatgina sidenkasini ko'rishingiz mumkin. Buni lattali bo'ladi. Ya'nida bu Cobalt Style MCM pozitsiyasi. Ya'nida nomiyliga avtosalondan shot spravkada 0 probeg bilan chiqadi. 2026. Mashinalarni treylerlab tushirib qo'yamiz. Cobaltlardan umuman muammo yo'q. Xohlagan ranginglarda ertalab kelganlar peshindan kelgan haydab ketishyapti. Juda ham hozir Cobaltlarni ko'p sotyapmiz. Sababi biza kuniga bitta, ikkita qilib, qimmat qilib sotmaymiz o'rtoqlar. Sizlarga to'g'risini aytaman. Biza ob'yomga ishlaymiz. Kuniga 15 ta, 20 ta sotamiz. Ozgina foyda qolsin, zato yurtdoshlarimizga yengil bo'lsin. Bizada butik emasmiz-da. Ochiqchasiga aytsam, butik emasmiz. Bemalol kelib, xohlagan ranginglarni tanlab ko'rib olish imkoniyati bor o'rtoqlar. Xo'p, buni boshlang'ich to'lovga 3 yillik va 5 yillik grafikini aytib o'taman. Cobalt Style MCM'ni 3 yilga xarid qilmoqchi bo'lganlarga hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan 44 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 593 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'nida bu grafikimiz 3 yil, ya'ni 36 oylik grafikimiz. Endi ko'proq muddatga olaman degan aka-ukalarimizga 5 yillik avtokreditni aytib o'taman. Ya'nida 5 yilga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan 46 million so'm kerak bo'ladi. 5 yil, ya'ni 60 oy davomida 3 million 367 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'nida bu Cobalt Style MCM 156 million 100 ming so'mligi. O'rtoqlar, yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak sizlarga.
Cobotlarga hali rassrochka ochilmagan. Ko'pchilik telefon qilib rassrochkami deb so'rashyapti. Ya'nida bu birlamchi avtokredit o'rtoqlar. Ya'nida nomingizga, o'zingizlar nomingizga shot spravkada avtosalondan chiqadi. Hozir aytib o'tgan narx-navolar haydab ketishinglar bilan hisoblangan. Buni 3 yilga olsanglar 44 million so'm bilan haydab ketasizlar. 5 yilga olsanglar 46 million so'm bilan haydab ketasizlar. 10 kun ichida nomer taqib olishinglar kerak bo'ladi faqatgina. Buni ham nomingizga YTT, yakka tadbirkorlik firmalar ochilmaydi. Kredit store tarig'i bitta toza pasport olib kelsanglar bo'ldi. Viloyatda umuman farqi yo'q bizga. Andijonlik akalarimiz bemalol sizlar ham kelib olishinglar mumkin. Ko'pchilik endi telefon qilganda oldin Andijonga bermasdi banklarimiz. Hozir buni ham hal qildik. Xudo xolasa mana Cobot Style MCM, Cobot Midnight MCM Andijonlik akalarimizga bemalol kelib olib ketishyapti. Bu hafta menimcha rekord qo'yishdi Andijonlik aka-ukalarimiz. Juda ham ko'pchilik Andijondan kelishyapti. Umuman viloyatda umuman farqi yo'q o'rtoqlar. 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha shu aytib o'tgan narxlar amal qiladi. Faqatgina mashinani chiqarib beramiz, ertalab kelib, peshindan keyin haydab ketasizlar. Viloyatingizga borib, 10 kun ichida mazza qilib yurib, bez nomer radarlarga tushasizlarmi? Radarlar ham qabul qilmaydi. Bemalol 10 kun ichida nomer taqib olsanglar bo'ldi. Hamma ishinglar bitib ketadi. Endi Cobot Midnight MCM haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'nida buni davlat bahosi 165 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. Ya'nida Midnight'imizda MCM pozitsiyasida diskalari qoraytirilgan, bokovoylari qoraytirilgan, ya'nida oldi, orqa farasi o'zgartirilgan. Mana ichini ham ko'rsating, salon ko'rinishini. Mana obshivkalarini ko'rishingiz mumkin. Obshivkalari buni qora bo'ladi. Buni ham sensorli magnitofonlari, rullarida multimedia, tablolari o'zgartirilgan. Buni ham sidinka podogreflari bo'ladi. Ya'nida sidinkalarni ko'rishingiz mumkin. Sidinkalari kojali bo'ladi. Ya'nida bu 2026-yil Cobot Midnight MCM pozitsiyasi. Ya'nida davlat bahosi 150 kechirasizlar. Davlat bahosi 165 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. Buni ham 3 yillik va 5 yillik grafikini aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida 47 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil davomida 4 million 860 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'nida bu 3 yillik grafika. Endi 5 yillik grafikini aytib o'taman. Ya'ni ko'proq muddatga olaman degan aka-ukalarimiz uchun, oylik to'lov arzonroq chiqsin degan aka-ukalarimiz uchun boshlang'ich to'lovga sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 49 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 million 564 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'nida boshlang'ich to'lovga 5 yilga 49 million so'm, oylik to'lovi 5 yil, ya'ni 60 oy davomida 3 million 564 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Buni ham 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha aytib o'tgan narxlarim amal qiladi. Endi Damaslar haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'nida Damas va Labo haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Damas bemalol naqd pulga o'zini narxida bemalol olib chiqib ketishingiz mumkin. Davlat narxi 96 million 932 ming so'mni tashkil qiladi. Kimda kim naqd pulga olaman desa, 15 minut, 20 minut ichida bemalol ishinglarni hal qilib beramiz. Bemalol Damazinglarni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Endi hammada ham 100% pul yo'q, hamma ham naqd pulga ola olmaydi o'rtoqlar. Rassrochka formatini aytib o'taman. Ya'nida Damazga 50% ni to'laganlarga rassrochkaga o'zini pulini bo'lib to'lashga beradi. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 50 million 500 ming so'm olib kelsanglar, Damasdan narxini tushirib qo'ydik o'rtoqlar. 50 million 500 ming so'm bilan rassrochkaga bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Ya'nida 22 oy davomida 2 million 200 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'nida rassrochkaga 0% bilan. Endi hammada ham 50% pul bo'lmasligi mumkin, hammada ham sharoit har xil. Avtokredit formatini aytib o'taman. Ya'nida eng kam bosh to'lov bilan. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 23 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 36 oy, ya'ni 3 yil davomida 2 million 700 ming so'mdan bankka to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Bu ya'nida birlamchi avtokredit bo'ladi. O'sha 2 million 700 ming so'm ichida bankka 15,5% bo'ladi o'rtoqlar.
Buni 1 yilda yopsanglar 1 yillik foizini oladi, 6 oyda yopsanglar 6 oylik foizini oladi. Ya'nida dasrochniy pagashinasi bor. Endi labola haqida ma'lumot aytib o'taman. Ya'nida labola ozgina tanqisroq bo'lib qolgan. Shuning uchun ozgina qimmatroq chiqadi. Faqatgina xohlovchilar bemalol xarid qilishi mumkin. Hammaga olishni tavsiya qilmayman. Faqatgina o'zi srochniy xohlayotganlarga aytib o'taman. Buni ham laboni ham 50% ni to'laganlarga, ya'nida rassrochkaga 0% bilan bemalol xarid qilishinglar mumkin. Hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 53 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 22 oy davomida rassrochkaga 0% bilan 2 million 190 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Endi laboni ham hammada ham 50% pul yo'q. Avtokredit, ya'ni birlamchi avtokredit formatini aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovga eng kamida 26 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 2 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'nida o'sha 2 million 690 ming so'm ichida bankka 15,5% bo'ladi o'rtoqlar. Labolani ham ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Umuman olganda Index Avtomotorsga kelgan odam, ya'nida biza hozir yoritib borayotgan narsalarimiz, narichida tayyor mashinalar haqida gaplashyapman. Laboni kimda kim xohlovchilar uchun, masalan, ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Yo'q, menga arzonroq bo'lsin, kutib olaman deganlarga, ya'nida 1 oy davomida labolani chiqazib beramiz. U formatini aytaman, ya'ni kutiladigan formati. Hozir bundan oldin aytgan variantim u ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Endi 1 oy kutib olaman laboni deganlarga, uni ham 50% ni to'laganlarga rassrochkaga chiqadi. Boshlang'ich to'lovga 50 million so'm olib kelsanglar, 22 oy davomida 2 million 190 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'nida 22 oy davomida rassrochkaga 0% bilan. Faqatgina bu to'lab qo'yib 1 oy davomida laboylarni kutib olasizlar. Uni avtokredit formatini ham aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovga 23 million so'm olib kelsanglar, oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 2 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Bu formati faqatgina 1 oy kutib olinadi. Birinchi aytganim, ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Bu tanlash huquqi o'zingizlarda. Kimgadir srochniy kerak bo'lsa, srochnigini olsin. Kimda kim mashinasi bor, bemalol bo'lsa, bemalol kutib olishligi mumkin bo'ladi. Bizani manzil Toshkent shahar Yangi Hayot tumani, Toshkent Indexda joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. G30 blokida joylashgan, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Index Avtomotors deb yozib qo'yilgan. Index Avtomotorsga kelsanglar, bank xizmatlarini ham, hamma ishlarni biz o'zimizga hal qilib berib, o'zimizga uylarga kuzatib qo'yamiz. Hozir yuqorida ko'rsatilgan hamma mashinalar nalichida tayyor. Ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz azizlar. Mana akam 26 ga 26 pochka 0 probeg bilan Damas'ni xarid qildilar. Avvalambor assalomu alaykum aka. Index Avtomotorsga xush kelibsiz. Mana hozir sizni YouTube kanali orqali ko'rib turishibdi. Mana bizani ko'rib turganlarga nima deysiz YouTube kanali orqali? Yolg'on narsalar yo'q ekanmi Index Avtomotor? Kelinglar mana. Sirat 2 soatda ishimizni bitirib, Damas'ni olib ketamiz. Xudo xolasa olib chiqib ketamiz. Kutib o'tirmas ekansizmi? Yo'q, chetni tanlab, pochka Damas'ni olar ekansizlar. Yetilgan narx o'sha o'zgarish yo'q ekan. Reklamada qanaqa bo'lsa shunaqa. Shunaqa ekan. O'zgarishlar bo'lmadi aka. Kutib ham o'tirmadingiz. Yo'q. Damas'ni tanlab oldingiz. 0 probegda. Yaxshi yetib oling aka. Uydagilarga salom ayting aka. Rahmat. Hammaga ham mana shunaqa Damas olmoqchi bo'lganlarga mana hayit ayyomlarida turibmiz. Mana akam xudo xolasa hayitni ertaga mana Damas'lar bilan kutib oladilar xudo xolasa. Yaxshi yetib oling aka. Rahmat. Mana navbatdagi mashinalarimiz sotilishda davom etyapti. Mana akamiz keldilar. Cobalt'ning eng full pozitsiyasini oldilar. Ya'nida Cobalt Midnight M7 pozitsiyasini oldilar. 165 million 200 ming so'mligini. Aka, qaysi viloyatdan keldingiz? Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan keldik. Bizlarni qaysi kanalda ko'rib keldingiz akajon? O'sha YouTube'dan ko'rib keldingiz. YouTube orqali ko'rib keldik. Mana hozir bizlarni YouTube kanali orqali yurtdoshlarimiz ko'rib turishibdi. Nima deysiz mana Index Avtomotors haqida? Ertalab ishonchli ekanmi? Ishonchli ekan. Ertalab soat 10 da keldik yetib. Ishimiz bitib, mana soat 3 bo'lib qoldi. Kuchli yo'q ekan. Hamma ishni o'zimizga hal qilib berdikmi? Hamma ishlarni o'zlari xodimlar yugurib qilishib berdi. Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Mana dokumentlar qo'limizga berdi.
Mana olib ketyapmiz mana. Bizani mehnatimizdan rozimisiz? Rozimisiz, mana shunchalik qilib, hurmatimizni qilib joyiga qo'yildi mana. Yashanglar, rahmat. Index avtomotorsni kutib qolamiz. Xudo xolasa kelaveringlar mana, chiroyli. Yangi mashinalar nasib qilib qolsin deymiz aka. Iloyim. Yaxshiligiga haydang iloyim aka. Uydagilarga salom aytib. Xo'p, mehnatlaringizga rozi bo'lib qo'yasiz, xudo xolasa. Farg'onaga yaxshi yetib olinglar aka. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana biz Index avtomotorga kelib Labo mana. Labo xarid qilgandik. Ertalab kelgandik. Xudo xolasa mana soat 6:30 ga yaqinlashdi. Bir kunda ishlarimizni bitiraverdik. Mana 0 probeg. Mana Damasimiz, Xudo xolasa bir kunda ishimizni bitirishdi. Ketyapmiz. Index avtomotorga bemalol kelaveringlar. Любой mashinalarni Xudo xolasa bir kunda baholi qidirib chiqarib yuboryapti. Gap yo'q, salonchilarga ham, xodimlarga ham, Zumrad akaga отдельно rahmat. Addushalarga gapirdi. Gapni ustidan chiqdi mana Damasimiz. Mana biz assalomu alaykum Samarqanddan keldik. Ertalab 9 da boshlagan edik. Hozir obed bo'lib qoldi. Mashinamizni qabul qilib oldik. Hozir avtosalondan to'g'ridan-to'g'ri shot spravka bilan mashinani oldik. Obedgacha ishimiz bitdi. Bizga shu mashinamizni xarid qilishga yordam bergan barcha xodimlarimizga rahmat, minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Xudo xolasa biz mashinani Samarqandga minib ketyapmiz. Barchangizga rahmat, minnatdormiz. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Mashinani ko'rib, tekshirib oldik. Hammasi o'sha aytilgan shartlari bo'yicha muddatlari hammasi kelishib aytilgandek, xo'jaza mana mashinani oldik. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum. Mana bugun Index avtoga kelib Cobalt avtomobilini chiqardik. Ertalab 10 da kelgandik, mana soat 1 da haydab olib chiqib ketyapmiz. Index avtodagilarga ishlarga omad. Sizlar ham kelinglar. Ishlaring o'z vaqtida tez, sifatli bitar ekan. Rahmat katta ekan. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana biz Index avtomotorga kelib Labo buyurtma qilgandik. Xudo xolasa mana ertalab kelib kechqurun chiqib ketyapmiz mana. Berib yuborishdi Damasda. Xudo xolasa mana soatimiz ham 6:30. Ertalab kelgandik. Kechqurun chiqib ketyapmiz. Mana 0 probeg yangi. Index gap yo'q, kelib bemalol savdoni qilib mashina olib ketaversalaring bo'ladi. Damas, Labo, Momos hammasi bir kunda ishlarini bitirib beradi. Rahmat. Index avtomotorga.